Assalomu alaykum. Detskiy podkastning ashaddiy ishqibozlari bugungi birinchi sonimizda Muhammad Amin tashrif buyurdi. Demak, unga savollarimizni beramiz. Assalomu alaykum Muhammad Amin. Nima uchun Xitoy iqtisodiyoti rivojlanib ketyapti? To'g'ri, bu achinarli holat, to'g'ri aytasiz. Juda ham bir achinarli holat. Keyingi savolimiz inson salomatligi uchun inson salomatligi deganda shu yig'lash kerak emas demoqchi. Keyingisi sport. Ertalab turib nima? Dadasi bilan sportni rivojlantirish kerak demoqchi. Oshga bormaydigan bolalarga nima deysiz? Kelasizlar? Boringlar oshga. To'g'ri aytasiz. Oshga borish kerak. Bola ham yig'layapti senlar deb. Instagramdan video tashlaydiganlarga nima deysiz? Tashashmagin video Instagramda. Jonimizga tegishding. Bo'l, ketdi, bo'l.